Haqiqiy erkak kishi o'zi aslida ishi ko'pligidan maza qiladi, emotsiya oladi. Ana qo'liga tegmasdan shunaqa ish ko'payib ketadi-yu. O'zi erkak kishida mana shunaqa bo'lishi kerak. Fiziki charchashi mumkin, lekin aslida u maza qiladi. Ishsizlik yomon narsa. Erkak kishi ishsiz qoldimi, bu yerda turadi. Haqiqiy erkak kishi o'zi aslida ishi ko'pligidan maza qiladi, emotsiya oladi. Ana qo'liga tegmasdan shunaqa ish ko'payib ketadi-yu. O'zi erkak kishida mana shunaqa bo'lishi kerak. Fiziki charchashi mumkin, lekin aslida u maza qiladi. Ishsizlik yomon narsa. Erkak kishi ishsiz qoldimi, bu yerda turadi.